jinsiy quvvatni oshiradigan pastalarni so'nggi yillarda reklamalari juda ham ko'payib ketdi va reklamada aytishyaptiki, yarim qoshiq yoki bir qoshiq ichasiz, jinsiy aloqa vaqtini yarim soatdan 1,5 soatgacha cho'zib beradi, deyapti. Bu fikrga qanday qaraysiz? Eng qizig'i bu pastalarga tabiiy deb qo'yishadi. Ha, albatta tabiiy bo'ladi. Tabiiy deb qo'yishadi. Qanday qilib turib tabiiy narsa bir qoshiqda shunchalik effekt berishi mumkin, ya'ni asali bor tarkibida deyiladi. Bu juda qiyin mavzu. Juda ko'p bilamanki, juda ko'p pastalarga tadalafil, ya'ni xalq tilida aytganda Viagra, sildenafillar qo'shiladi. Shuni hisobiga yarim qoshiq o'sha aytayotgan dori o'sha aytilgan effektni beradi. Lekin xavfli tomoni ham shundaki, bu dorilardagi, bu pastalardagi dorilarni, Viagrani miqdorini kontrol qilib bo'lmaydi. Aslida buni olib yon tomondan qaraydigan bo'lsak, aslida tabletkani dozirovkasini kontrol qilib olasiz. Ayni qancha doza beryapti, aniq qancha dozada beryapti. Bu yerda aniq qaysidir pastaga qancha doza tushganini siz ayta olmaysiz, bilmaysiz. Shuning uchun bunday holatlarda pastalarga unaqa foyda effekt beradi deb o'ylamayman. Bu 100% tabiiyligiga, yana bu doza pastalarning juda ko'p pastalarni tarkibi yashirilgan. Bu yerda tarkibi aniq nimadanligini ham bila olmaysiz, nimaligini. Shunchaki so'z bilan mana shuncha xil asalda, mana shuncha xil giyohdan tayyorlangan deyshadi, bo'ldi, shu yopildi. Hop, o'zimizda hozir juda ham reklamalar kuchaydi. O'zimizda ham turli xil mag'izlar, ya'ni bodomdir, yong'oqdir, mayiz va ularni hammasini asalga aralashtirib, o'sha jinsiy quvvatni oshiradi deb mahsulotlarni sotishyapti. Bunga qanaqa fikrdasiz yoki ularga ham tadalafilni maydalab qo'shib o'rgan bo'lishi mumkin? Endi bu narsani tayyorlayotgan odam insofiga havola, bu narsa bir aytib bo'lmaydi. Lekin odamlarni taniymiz, shunaqa haqiqatda halol ishlaydigan, masalan, haqiqiy asallarni, haqiqiy dorilardan olib turib qiladi. Nima deyman? Eng yaxshi variantingiz uyingizda. Bu juda qanaqadir sekretniy material, ya'ni sekretniy tarkib, maxfiy tarkibga ega emas, oddiygina pista, bodom, har xil mag'izlarni olib kelib turib, uyda blenderdan chiqarib turib, u narsani keyin o'zingiz olib kelgan tabiiy tog' asallaridan 1-2-3 xilni olib kelib turib, shu asallardan aralashtirib turib, siz uy sharoitida ham tayyorlasangiz bo'ladi. Bu juda qiyin narsa emas. Bu faqatgina jinsiy quvvatga emas, bu tabiiy minerallarga, juda ko'p mikroelementlarga boy bo'lgani uchun faqatgina bu jinsiy quvvatga foyda bo'lmasdan boshqa, masalan, miyalarga, qon sistema, qon aylanish dorilariga, ko'zlarga, jigarlarga juda ko'p foydali tomoni bor, faqatgina jinsiy quvvatga emas. Faqat ko'paytirib olmasdan, oz-ozdan uzoqroq muddatda olib yurilsa, keyin bu effektni olish mumkin. Demak, umumiy miqdorda uyda tayyorlab o'sha tabiiy mahsulotlarni yeyish jinsiy quvvatni to'g'ridan-to'g'ri oshirmasa ham umumiy immunitetni ko'tarib, uzoq muddat ichilsa, jinsiy quvvatni oshirishga ham yordam beradi. Albatta.